Mana shunaqa teplitsasi bor okalar, sizlarning joylarni issiqlik nasoslari orqali qizdirish va sovutish sistemalariga yechim taklif qilamiz. Ya'ni ko'mir kotyol va ekologiyaga har xil zarar beruvchi vositalarni ishlatmagan holatda teplovoy nasoslar bilan shu teplitsalarni bemalol qizdirsanglar bo'ladi. Bizda teplovoy nasoslarning har xil modellari bor, har xil teplitsalar uchun mo'ljallangan variantlari bor. 75 gradusgacha qizdiradigan, 55 gradusgacha, 60 gradusgacha qizdiradigan modellari bor. Buni har xil katta kichikligiga qarab, misol uchun joylarni gektar bo'ladimi, sotuv bo'ladimi, joylarga qarab turib har xil razmerda qo'yib, bemalol qizdirishga va sovutishga ishlatsanglar bo'ladi. Sizlarda agar tayyor sistema bo'lsa ham, sistemani holati o'rganib chiqiladi, o'shanga qarab turib to'g'ri yarasha yechim bergan holatda teplovoy nasos qo'yib beriladi. Albatta, ko'mir kotyollardan foydalanmagan holatda, ekologiyaga zarar yetkazilmagan holatda isitib va sovutish sistemalarini tashkillashtirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, obuna bo'linglar, tanishlarga shu videoni jo'natib yuboringlar. Teplitsachi akalar, xudo xolisa, endi qiynalmasdan joylarni bemalol qizdirsanglar bo'ladi.